Assalomu alaykum Instagram podpisчиклар. Qarang, Buxoroda hali atmosfera yangi yil 2026-yilni Panorama gostinitsasi mana shunaqa chiroyli holatda kutib olishini qaranglar. Mana qaranglar, qanday chiroyli go'zal mishkachalar, atrofni go'zalligini qaranglar. Mana gostinitsamiz manzili Chorraha vokzalda joylashgan. Bu yoq tomonga borsangiz, mana bu yoq tomonga borsangiz eski shaharga borasiz. Gostinitsamiz juda qulay va ixcham joyda joylashgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xohlasangiz bu yerda Bella Italia degan restoran ham bor. Juda ko'rkam, chiroyli. Mana Beeline ofisi ham bor. Xohlasangiz nomer chiqib, mana 102 xodimlarga xohlasangiz telefon qilib shu yerga qarashli bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana Bella Italia degan restoranimiz dunyodagi nomer 1 restoranlardan biri. Yo'limizda avtobus ham qatnaydi. Buxoroni naqadar chiroyliligini Prezidentimiz Shavkat Miromonovich shunaqa sharoitlarni qilib berganlari uchun Prezidentimizga, Saida Mirziyoyevaga, hukumatimizga, yangi O'zbekistonning sharoitlarini shunday yasab sharoit qilib bergan xalqimizga qilib berganlar uchun minnatdorlik bildirib qolamiz. Xalq nomidan Prezident otamiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat.